Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ammo ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun 14-may 2025-yil payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vassalamning masjidlari Masjid-i Nabaviydamiz. Bomdod namozini hozir o'qib bo'ldik. Alhamdulillah. Kuni kecha 13-may kunidan boshlab O'zbekistonimizda muborak haj safariga kelayotganlarning dastlabki guruhlari tashkil qilishdi. Alhamdulillah. Jana qatorlarda bizga ham bu baxt nasib qildi. Juda bir ajoyib holat. O'zbekistonimizdan bu inshaalloh 15,000 nafar o'zbekistonliklarimiz muborak haj safarini ado etishlik vaqtiga muyassar bo'ladilar. Hamma sharoitlar ajoyib, Allohga shukr. Endi shu fursatdan foydalanib ushbu masjid to'g'risida bir ozgina ma'lumot berib o'taylik. Ma'lumki, bundan 1446 yil oldin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makka mukarramadan Madina-i Munavvaraga hijrat qilgan, ya'ni ko'chib keldilar. Va u kishining qasva deb nomlangan tuyalari bo'lardi. Shu tuyani minib kelarkanlar, bu joyda uzoqni kutib olgan ashabi ikromlar, muhojirlar va ansorlar Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning tuyalarini, juganlarini ushlab o'zlariga taklif qila boshladilar. Ammo Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam bu tuyaga tegmanglar, bu tuya buyurilgan deganlar. Va tuyalari bir joyda qo'yib qoldi, mana shu joyda masjid quramiz dedilar. Va Rasul akram sallallohu alayhi va sallam o'zlari bosh bo'lib mana shu muborak masjidga demak dastlabki poydevorlarni qo'yganlar va shu joyda imomlik qilganlar. Mana shu joyda diniy ta'limotlarimiz keng tarqatishlikka o'zlari boshqosh bo'lganlar va masjiddan boshqa payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam uchun ham bir mo'jazgina xonadon qurilgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam shu joyda yashardilar, masjidga chiqib imomlik qilardilar, alhamdulillah. Va 11 yil davomida mana shu oldingi nomi Yasrib, hozir kunda Madina-i Munavvara, nurli shahar degan nomga musharraf bo'lgan ushbu shaharda istiqomat qildilar va inshaalloh ana shu joyda ko'plab yaxshiliklarga muyassar bo'lib, mo'min musulmonlarning saflari kengayib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Rafiqul A'loga hijrat qilganlarida aynan o'zlari istiqomat qilgan xonadonda janozalari o'qilib, shu joyda dafn etilganlar. Va hozirgi kunda masjid juda ham bir kengayib ketgan. Allohga shukr, bu joyda millionlab mo'min musulmonlar ibodatlarni qiladilar. Bir rakat namozlarga 1000 rakat namozlik savob berilishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarida bayon qilingan. Shu bilan bir qatorda bu yerga ibodat kelgan, ziyorat kelganlar albatta payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni ziyorat qilishlik baxtiga musharraf bo'ladilar. U kishining yonlarida dafn etilgan Hazrat Abu Bakr va Umar ibn Xattoblarni ziyorat qiladilar. Ana undan keyin bu Baqiya qabristoni ham masjidga tutash, bu joyda ham minglab sahoba ikromlar, xususan Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning ahli oilalari demak abadiy qo'nim topgan bir qabriston. Va undan tashqari bu joyga ziyoratga, ibodatga kelib shu joyda bandalik qilganlar ham namozlari, janoza namozlari ushbu masjidda o'qilib, shu qabristonga qo'yiladilar hozirga qadar. Alloh taolo hammalarni rahmat qilsin. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga hammalaringizga salomlaringizni yetkazamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alayka ya Rasululloh, assalomu alayka ya xayrulloh, assalomu alayka ya habiballoh, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh dargoh qabul qilsin, hammamizga shunaqa ziyoratlarni, ibodatlarni Alloh nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.